Azon terapiyasi nima? Azon terapiyasi bu kislorodga to'yintirilgan fiziologik eritmani vena ichiga tomchi orqali yuboriladigan fizioterapevtik davo usuli hisoblanadi. Azon 3 atom kisloroddan iborat bo'lib, kisloroddan ko'ra anchagina kuchliroq oksidlovchilik xususiyatiga ega va shu orqali to'qimalarda sezilarli darajada modda almashinuvini kuchaytiradi. 3 atom kislorod qon tomiriga tushganda qonni suyultirib, kislorod bilan to'yintirib, to'qimalar o'lishini oldini oladi. Azon terapiyasining ijobiy xususiyatlari nimalardan iborat? Organizmni kislorod bilan to'yintirish, yallig'lanish jarayonini pasaytirish, og'riqlarni kamaytirish, teridagi ajin, donacha hamda chandiqlarni bartaraf qilish, virus va bakteriyalarni yo'q qilish, immunitetni oshirish. Azon terapiyasini quyidagi kasalliklarda qo'llash mumkin. Beldagi og'riqlar, ya'ni grija, osteoxondroz, gipertoniya kasalligi, qandli diabet, bronxial astma, soch to'kilishi, varikoz, prostatit, jinsiy yo'ldagi infeksion kasalliklar hamda immuniteti past, homilasida kislorod yetishmovchiligi bo'lgan homiladorlarga qo'llash mumkin. Agar bergan ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa,